banklere vazifalar yükletirken, yani her mahallede bir agent, mahalle banketi cari kalır. Bizler bu adamlar 43'te mahallede 12 tanesi bitip verildi. 12 mahalleye 12 tane agent cari kalındı. Onlar nazaret kılış 3 tane mahalle banketi cari kalındı. Şimdi 1. yanvardan ta 1. dekabracha aytadigan bo'lsak, jami 20 milliarddan oshiqcha kreditlarni tadbirkorlarga jalb qildi. Endi bu mahalle agentlarning vazifasi nima desa, aholini ish bilan band qilish asosisi. Ya'ni xonadonma boy girib uni xohishini o'rganish. Kimnidir xohishi bor, istagi bor, ammo mablag'i yo'q. O'sha mablag'ni bank tomonidan bizga yetkazib berish vazifalar yuklatildi. Bugungacha shu kelib chiqib 20 milliarddan ortiq kreditlar ajratdi. Endi bugungi uchrashuvimizdan shunday bo'ladi. Kimda qanday savol bor? Mana bog' bor, bog' fermeriga ko'chat olish uchun kredit kerak, 50 million so'm aralığında. Yuridik shaxsga egami? Yuridik shaxsga ega bo'ladigan bo'lsa, prezidentimizning 312-sonli qarorlari bor. 100 milliongacha yarovsiz, 300 milliongacha yarov bilan kredit var, shuni beramiz. Muddati 7 yilgacha. Kredit faizi tuman ixtisoslashuvdan kelib chiqib, ya'ni bizlarga ixtisoslashuvimiz ikinci neye doğru gelir. 22 faiz olarak. Kimde var mı? Benim adımda ne oldu? Aşağı firmayla kim geçene kredinden sonra çaba uçuyor. Doğru mu? Başka sağlık var. Ne firmayla chatten mal alacak, 100 tane mal alacak. 1,5 milyar kredi sorar tuttu. Firmayla kim geçene acılatılan limitinden arabayı çıkartıp veredik ya. Bunu çıkartıp da buladı, arabayı çıkartıp da veredi. Şunu çötüseyiz. Agrobank bilan Fermerlar kengashi Respublika Agrobank bilan Respublika Fermerlar kengashi ikkalasi shartnoma tuzildi o'zaro. O'sha shartnomaga asosan dastlab mijoz yuridik shaxs maqomiga ega bo'lishi kerak. O'sha yashash hududidan, ya'ni ro'yxatdan o'tgan hududidan xotim yordamchisiga borib, xotim yordamchisining kompyuteri orqali ariza bilan murojaat qiladi. Arizadan skoring ko'rib chiqiladi. Skoring natijasi normal bo'ladigan bo'lsa, o'zini bosqichi bor, bankaga keladi, bank ham imzolaydi, keyin respublikaga jo'natamiz. Respublika keyin zaявkani oladidan shunga asosan ko'rib chiqib, Respublika Fermerlar kengashiga taqdim etadi. Respublika Fermerlar kengashi ko'rib chiqib, o'zini bo'ladigan bo'lsa ajratadi. Undan tashqari endi u o'zim kreditning foizi 17% bo'ladi, muddati 7 yilgacha bo'ladi. 7 yilgacha. Lekin 1,5 milliarddan tursiz, dastlab zalog'ini ko'rib chiqamizda. Zalog'i stoshi bo'ladigan bo'lsa, endi o'zi qishloq joyida kredit siyosatimizga ko'rsatilgan, qishloq joyida bo'ladigan bo'lsa, talon foizi qancha, shahar joyida bo'ladigan